Aka, qo'lingizga nima qilgan? Karzinkani bekor titkilading-da ukam. Men aytmayin, sen eshitma. Bu qo'lda Ikkinchi jahon urushida nemislarga asirga tushib qoldim. Asirga tushganimdan keyin nemislarni bir amallab barini o'ldirib qo'chay turdim. Bittasi shu panada olib ketgan ekanda. Panadan turib otib vardi miltiq bilan. Qarasam oyoqqa kelyapti-ku. Shunday qo'limni tutib qoldim-ku. Qo'lda abdala bo'ldi. Ola, siz urushga bormagansiz-ku? Maysan-da, ishonmaysan. Keyin aytkim kelmaydi. U qo'lda yulduzchani tushundimki, uni itboq nima bo'yinga chizdirib olgansiz? Bu baliq emas bu. Cho'rni delpin bu. Bu quruqliqda delfinimi? Xullas 1900-yilda ham Rossiyaga 3 yilga maxfiy xizmatga bordim. Maxfiy xizmatda paytim sher bilan olishdim. Sherni tirnog'ini o'zi bu. Tishinemiz bor ekan-a? Yo'q, bu hol bu. Aka, men ketayinlar. O'tir, oxirgacha eshit. Allamangda bo'lmasam, Rossiyada sher nima qilar? 2 yil xizmat qilganimizdan keyin biz sovqotib ketdik. Keyin komandirlar bizni isinib kelsin deb Afrikaga yubordi. Aka, luch ketayinda men. To'xta, qayerga ketasan? O'zi qancha payt armiyaga borgansiz? 1 oy. Pashvali. To'xta, mana o'dab ket. Nima qildingiz buni? Tatuirovka chizdim.